Qo'ying dadasi, xotin urushi, doqal. Inon. Bor ket, yo'qol dedim. Kecha aytuvdim ketdi. Nimaga ketmading? Yashamayman senda ayol bilan. Tushunyapsanmi? Eridan pul qizg'anadigan ayol bilan yashamayman. Bor yo'qol. Xo'p, ketaman. Hech bo'lmasa sababini bilay. Nima uchun haydayapsiz? Nima aybim bor ekan? Ayting. Men ham bilay. Senda ayol bilan yashab bo'lmaydi. Davomini bilyapman, qanaqa bo'lishini. Davomi nima bo'lar ekan? Davomi nima bo'lar ekan? Boshimga chiqib olib, o'yinchoq qilmoqchisan. O'zing gapingni o'tkazmoqchisan, xohlagan ishingni qilmoqchisan. Yashamayman sen bilan. Tushunyapsanmi? Yashamayman. Ha, yana bitta gap. Bu narsaga oyimni aralashtirma, tushundingmi? Bor chiqib ket. Ko'zingni yoshini oqqizma. Mayli, siz aytgancha bo'la qolsin. Ko'raman hali ahvolingni. Bekorga erimdan pul yashirgan ekanman deb yurasan.